Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa biza Proyecom ekotizimini podkastini boshlaganmiz va bugungi mehmonimiz Murod aka Muhammadjonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, tomoshabinlar. Tadbirkorlar kim elektron tijorat orqali o'zini savdosini oshirmoqchi bo'lgan. Bu joyini baribir o'chirib tashlaysiz, bir ustozimiz aytar edi. Qog'ozni tikib, Qanaqa endi bu yog'iga bichaylik biznesimizni? Qanaqa reja qilaylik? Ayniqsa shu marketplace'da savdo qiladiganlar 80% gatata. Ya'ni 1 milliardgacha оборот qilishadi. Germaniyadan qaytib kelgandan keyin men to'g'ilish olmadi. Biz boshqacha yashayapmiz. Soliqlarni undirish emas, oldin to'lashni o'rgatish kerak ekan desak, aqllilik qilmaydi deyishdi, xo'p bo'ladi. Hozir tushunishim bo'yicha 26-yildan boshidan boshlab 1% o'tib turadi. Zo'r bo'ladi. Bizani qonunchilikda mana bu chiziq deydi. Shu chiziqdan o'tib ketib qolsang, o'lasan deydi. Bu ham tadbirkorga, ham o'ylab qarasam, marketplace'ga ham noqulaychilik tug'diradigan jarayon edi. Maqsad nima? Sotuvdan solig'ini olishmi? Demak, qayerdan olding bilan nima ishing bor? Bunaqa ma'lumotlarimiz uchun bizani ish qilib YouTube'imizni bloklab qo'yishmasa bo'ldi. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa biza Proyecom ekotizimini podkastini boshlaganmiz va bu yerda elektron tijorat va kichik tadbirkorlar o'zini savdosini, mahsulotlar, ya'ni tovarni biznesi deydi rus tilida, shu bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga mo'ljallangan kanalimizda ma'lumotlar berib boriladi. Hozir xususan Uzumda, Yandexda, Valbrisda va shunga o'xshagan marketplace savdo qilayotganlar asosan shu auditoriyamizni ko'rib turibdi yoki tadbirkorlar kim elektron tijorat orqali o'zini savdosini oshirmoqchi bo'lgan. Va bugungi mehmonimiz Murod aka Muhammadjonov, soliq bo'yicha ekspert Utax kompaniyasini rahbarlar. Murod aka, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, tomoshabinlar. Murod Muhammadjonov bo'laman. Soliq maslahatchisi. Hamma joyda endi bir faxrlanib aytishga arziydimi yo'qmi, kim qanaqa qaraydi? 99-yildan beri soliq sohasini ichidamiz. Maktab bitirgandan beri, xudo xolasa 26 yildan beri bitta sohani ichidamiz. 2011-yilgacha soliq organida o'qishlar ham bor uning ichida. Soliq kolleji, soliq akademiyasida o'qib, undan keyin bank moliya akademiyasida, o'tdan Germaniyaga jo'nab, o'tdan ham o'qib, oxiri 2011-yil Germaniyadan qaytib kelgandan keyin men to'g'ilish olmadi. Biz boshqacha yashayapmiz. Soliqlarni undirish emas, oldin to'lashni o'rgatish kerak ekan desak, aqllilik qilmaydi deyishdi, xo'p bo'ladi. Va o'shandan beri 2011-yildan beri United Tax Advisors, ya'ni hozirgi kunda Utax brendi nomi bilan ishlab kelayotgan soliq maslahat tashkilotini ochganmiz. Shu kunga qadar ishlab kelyapmiz. Ikki kishi Umid aka Safarov degan bir ham ustoz, ham sherigimiz bor. Налог komitetida ham birga ishlaganmiz. Ular bilan birgalikda ochib, ikki kishi boshlaganmiz. Hozir revizorskiy sostav deymiz, ham auditorlar, 7 ta soliq maslahatchisi, 2 ta auditor va 38 ta revizorlarni hammasini olsa, komanda 50 kishidan oshgan. Shu kunga qadar 3,5 trilliondan ortiq tadbirkorlar foydasiga hal etilgan summalarimiz bizning natijalar. Qoyil. Shu ishlab kelyapmiz mana. Qisqa qilib aytganda, soliq bo'yicha qanaqadir bosh og'rig'im yo masalan yo tushunmaydigan joyim bo'ladigan bo'lsa, sizlarni agentstvoga borib turib murojaat qiladigan bo'lsa, yechimini berasizlar. Xudo xohlasa shunaqa. Agar yechim bor bo'lsa, chiqarib beramiz. Yechim bor bo'lsa. Yechim bo'lmaydigan bo'lsa, uni amallasa bo'ladi. Pul bilan bitmaydi degan ko'p pul bilan bitadi deydi-yu. Chiroyli. O'zi bir eshitdim, Murod akamlar o'zingizni bir Blade degan edingiz. O'sha hikoyani ham qisqa qilib aytib bersangiz. Bu hikoya emas, bu nimaga Blade degan savol bor. Blade kinosini ko'rganmiz. Endi ko'pchilik hozirgi yani X avlodlar dedim, ko'p yosh avlodlar ko'rmagan buni, Xlar, alfalarga boshqalar ko'rmagan. Blade degan kino bor. U yerda Blade bu shaxs, u vampir bo'ladi, человек vampir bo'ladi. O'zi vampir bo'lgan holda odamlarni himoya qiladigan, odamlarni vampirlardan himoya qiladigan vampir bo'ladi. Vampirlardan chiqib kelgan. Vampirlardan chiqqan va odamlarni vampirlardan himoya qiladigan vampir bo'ladi. Ya'ni siz hozir soliq idorasidan chiqib kelgan, tadbirkorlarni himoya qiladigan eks soliqchi. Shunaqa. Kasbim soliqchi, mutaxassisligim soliqchi, lekin направлением tadbirkorni himoya qilish. O'shaning uchun men soliq organidan chiqqan, soliqchi bo'lib turib, tadbirkorni himoya qiladigan. O'shaning chista o'zim Blade'ga o'xshatamiz xolos. Bu voqea emas, boshqa emas, o'xshatish. Zo'r. O'zi Murod aka, birinchi o'rinda biza mana shu podkastimizni boshlashda sizni birinchi mehmon qilib taklif qilishimiz bejiz bo'lmagan. Nimagaki o'zim
mana shu oxirgi 20-avgustda prezidentimizga yangi tadbirkorlarga berilgan har xil imtiyozlar orqali soliqli 1% ga aylandi, yana nimadir yangi qonunlar chiqdi. Shu bo'yicha o'zim oldingizga maslahatga bormoqchi edim. Chunki doimiy soliq bo'yicha qanaqadir savollarimiz bo'ladigan bo'lsa, siz oldingizga borib maslahat olamiz. Rahmat deb qo'yaman hammani oldida. Chunki maslahatlari shunaqa qiymatli bo'ladiki, bizning biznesimizni qancha pulini tejab qolinadi shu orqali. O'shanga shu tadbirkorlarga birato'la shu maslahatingiz kattaroq ommaga foydasi bo'lsin deb shu podkastga sizni birinchi mehmon qilib chaqirdik, rozi bo'lasiz. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Ana hozir 1% soliqqa o'tdik, 4% yagona soliqchi to'laydiganlar 1 milliardgacha bo'lsa 1% to'laydigan bo'ldi. Undan tashqari yana 12% endiz to'lanadi, daromad solig'i to'lanmaydi, ozod qilinadi 1 yilgacha deyildi. Yana nimadir o'zgarishlar bo'ldi-da. Qanaqa endi bu yog'iga bichaylik biznesimizni? Qanaqa reja qilaylik? Ayniqsa shu marketplace'da savdo qiladiganlar 80% YTT. Ya'ni 1 milliardgacha оборот qilishadi. Xo'p, keling qilaylik. Oldin o'zgarishga o'tishdan oldin o'zi qanaqa ishlanyotgandi va o'zi to'g'ri ishlashyotgandimi? Ha. degan savolga kelaylik-da. Hammani miyasida bor o'sha YTT 100 milliondan shu 1 milliardgacha 4% to'layman degan shablon bor bo'ldi. Hamma biladigan soddagan narsa sotganimdan 4% to'lasam bo'ldi. Hech kim kirimiga qaramaydi yoki kirimini qarayman desa ham bilmaydi. Birinchi masala shu va hech kim deganda umuman absolyutно emas, bir большинство, ko'pchilik degan ma'noda tadbirkorlarimizda bitta tushuncha bor. YTT bo'ldimi, demak hech narsa sotib olish shart emas. Men shunchaki ko'chadan sotib olgan narsamni sotib ursam bo'ladi degan tushuncha bilan ishlayverishadi va bu katta xatoligiga e'tibor bermaydi. Kirim hujjatsiz. Shunchaki bozorga borib sotib olish. Shotimga pul tushdi, boraman, shaxsiy ehtiyojimga deb yechaman-da, yana bozorga borib sotib olaman-da, yana olib kelib sotib uraman. Shunaqa. Aksariyat shunaqa ishlaydi. Aynan shu jarayon o'zi to'g'ri, lekin shu jarayonga bitta dona varroq qog'oz yo'q bo'lsa, butun faoliyat noqonuniy aylanadi. O'zi bu nima deydi, bu podkastda hech niyat yo'q edi deb aytsam ham bo'ladi. Chunki ko'pchilik bu narsani aytmaydi-da. Marketplace'da savdo qilayotgan bir 80% tadbirkor kirim hujjatsiz savdo qiladi. Shunaqa. Biz har kuni bizga kelgan murojaatlarni so'rashadi. Mana bunaqa bo'ldi, 900 milliongacha chiqdim, endi nima qilay? Jarimaga tushdim. Men o'zim guvohman. Bitta YTT'miz kelgan paytda 200 milliondan oshuv jarima yozib berilgan. Nima qilay degan. O'shanga holat birinchi o'zi to'g'ri ishlayapmizmi yo'qmi deydigan bo'lsak, oldindan aytib qo'yay. Shunchaki sotib olib kelib sotib yuborsangiz, operatsiya to'g'ri, lekin hujjat noto'g'ri. Hujjat yo'q. Hujjat yo'qligi noto'g'ri. Aynan o'sha hujjatni bor qilish kerak. Sotib oladigan bo'lsa, borib sotib oldim degan hujjat bo'lsin, hasabi. O'zimni shaxsiy pulimga borib shu Abu Sahiy bozoridan falon narsa sotib oldim. Bu ani QR kodli chek urib bersa, shart emas. Shart emas. Yo'q. Qanaqa hujjat bo'ladi unaqada? Akt bilan передача. Topshirish, qabul qilish dalolatnomasi. Nimaga QR kodli chek shart emas degan savol. Tadbirkor yoki tartibga tadbirkor degani o'zini shaxsiy mulki bilan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxs. Bankdan borib pulingizni yechayotganda siz bitta e'tibor beriladigan narsa, men tovar sotib olish uchun deb yechmasangiz bo'ldi. Tovar sotib olish uchun deb yechsangiz, bu YTT'ning puli bo'ladi. Shaxsiy ehtiyojim uchun deb yechadigan bo'lsangiz, bu sizning pulingiz. Hop. Mana shaxsiy ehtiyojim uchun deb yechdingiz, sizning pulingiz, xohlasangiz yeb ichib olasiz. Xohlasangiz unga yana nimadir sotib olasiz. Sizning mulkingizga aylanib sotib olgan narsangiz. Hop. Va uni tadbirkorlik faoliyatingiz orqali sotasiz. Demak, birinchi shaxsiy ehtiyojda pul yechdim. Mana o'sha tadbirkorlik orqali sotasiz. Borib sotib olganingizda falon bozordan falon narsalar sotib oldim. Masalan, 1000 ta stakan sotib oldim. Deymiz va uni tadbirkorlik faoliyatimda savdo qilish uchun topshirdim. Topshirdi fuqaro Muhammadjonov, chunki o'zingiz topshiryapsiz. Qabul qildi YTT Muhammadjonov. Ya'ni bayonnomani o'zimga o'zim yozaman. Aktda. Akt priyon передача. Hop. Juda bo'lmaganda o'zingizga o'zingiz yozasiz. Endi bir xil ular chiqib qoladi, yo bunaqa mumkin emas degan narsa odamlar chiqib qoladi. Ayrim inspektorlar shunaqa deyishgan ekan, yoki tadbirkorlar mana shunaqa qilib olib keluvdim, desa mumkin emas deyshar ekan. O'zbekistonda har qanaqa mumkin emas narsa qonun bilan aytiladi. Mana bu narsa mumkin emas. То, что не запрещено, то можно. Agar shunaqa mumkin emas bo'lsa, Soliq kodeksi 212-moddasi bor. Tadbirkor hech qachon o'zini aybsizligini isbotlash shart emas. Soliq organi xodimi uni aybdorligini isbotlab berishi kerak. Agar
sani qilgan hujjating xato deydigan bo'lsa, bu hujjat to'g'riligini isbotlash shart emas. Shu hujjatni xatoligini gapirayotgan odam isbotlab berish kerak. Mana qonunda bunaqa emas, bunaqa. Soliq inspektori. Endi u yog'iga keyin ketsak, u yog'iga o'tib ketib, chuqurlashib ketamiz. Agar mavzuni boshiga qaytadigan bo'lsak, aslida birinchi navbatda o'sha 4% hozirgi berilgan 1%lik prezidentimizning shu tadbirkorlar bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin berilgan imtiyozlar, imkoniyatlar deydigan bo'lsak, unga o'tguncha o'zi 4% gacha ham to'g'ri ishlashni o'rganib olaylik. Shunaqa. Keyingina faqat 4% 1% qilib qo'yishimiz qiyin emas. Murod aka, uzr, shu yerda hozir bitta aniqlik kiritib olay. Chunki bu bizning auditoriyaga ham juda ham qiziq. Men o'zim ham tegigacha negizib o'zi savol qolib ketdimi? Ha, yo'q, bu dolzarb, bu orunli savolda. Ya'ni prihod, kirim hujjatlari haqida. Bu bilan hozir juda ko'p anaqa tadbirkorlarimiz o'zimga yechib kirim hujjatlariga alohida o'taylik. Birinchi savolingizni javob oling. Ha. Akt priyom передача qilinganda men bozorda misol uchun Eshmataga sotyaptilar. Eshmataga shu 100 ta dona stakanni menga sotdim deb o'zingiz nomingizdan palonchi yil palonchi Eshmat, men 100 ta dona sotdim deb yozib bersa, men uni qabul qilsam deb qilinadimi yoki prosta men Sherzod Mirxajayev buni sotib oldingiz? Borib turib Abu Saqiy bozoridan qattandir sotib oldim. Otini bilmasam Eshmat akani, Toshmat akani. Shart emas. Shart emas. Sotib oldim desa, bunaqada hamma xohlagancha yozib qo'ysa bo'lar ekan. Pakaz zapret yo'q bu narsaga. Taqiq yo'q. Zo'r. Xo'p. Agar qayerdadir yo'q, mumkin emas desa, keyin zapret bor. Hozircha hech qanaqa Shu yerda yana bitta savol bor-da. Yana ana fikringizni bo'lib tashladim, uzr. Buni oldim. Men soliq idorasi keldi menga yoki men bordim. YTTM yopayotgan paytda, endi ko'pincha ko'p shunaqa bo'ladi. YTT yopiladigan paytda borilganda qani kirim hujjatingizni ko'rsating deydi. Mana bu kirim hujjatim. Dekabrda yozib qo'ydim, yanvarda yozganman, fevralda yozganman desa, deydi, buni hammasini o'zingizga yozib olibsiz desa, yo'q mumkin emas desa, mana bu qonun deb ko'rsatishim uchun men nimani ko'rsatishim kerak? Soliq kodeksi 212-modda. Shu. Mumkin emas deyotgan odam uni mumkin emasligini isbotlab berish kerak. Shuni ko'rsataman. Shundan keyin ham javob topolmasam, Utaxga boringlar deyman. Mumkin emasligini isbotlab berish kerak. Bizada hamma narsa alhamdulillah qonun bilan juda ko'p narsa tartibga solingan. To'g'ri, bitta ikkitali juda ham qiyin bir formatda tartibga solinmay qolgan joylar bor, u bo'yicha alohida ishlamoqda, lekin hozirgi urovenda ishlashda juda ham ko'p hamma harakat tartibga solingan. Sen bo'lib davlat organi xodimi har bitta harakati, har bitta gapi qonunga asoslangan bo'lishi shart. To'g'ri. U o'z boshimchalik bilan nimanidir inobatga olaman, inobatga olmayman deya olmaydi. Prosta men xohlaganligim uchun buni inobatga olmayman deydigan bo'lsa yoki inobatga olaman deydigan bo'lsa, u korrupsioner oddiy. Xohish bilan ish bitmaydi u yerda. Qonun bilan bitadi. Shuning uchun bu narsani inobatga olmayman deydigan odam isbotlab berish kerak noto'g'riligini. Va bunaqa mumkin emasligini isbotlab berish kerak. Hozircha uni mumkin emasligi to'g'risida hech qanaqa norma yo'q. Demak mumkin. Zo'r. O'zi menimcha shu joyigacha podkast to'xtatib qo'ysa ham bo'ladi. Shuni o'zi katta yechim bo'ldi. Keyingi podkast hazır bo'lib kelamiz deb. Zo'r. Rahmat. Endi yana shu savolingiz birinchi mazmuniga qaytamiz. Shu 1% ligi tushirildi, NDSga o'tgandan keyin foyda solig'i kamaytirildi degan masalalarda shu aslida to'g'ri ishlayapmizmi yo'qmi degan narsani baribir bilib olishimiz kerak edi. Hozir bu imенно prihod masalasiga yana alohida qaytamiz va aslida o'zi ko'pchilik noto'g'ri ishlayapti. Bu 4% 1% ga o'tkazish prosta matematika, kara jadvalga o'xshagan narsa. Oldin 1 milliarddan 40 million to'layotgandim, endi 10 million to'layman. Bo'ldi. Shuni o'zi va bu qachon qo'llaniladi deydigan bo'lsa, alohida platforma hozir yaratilyapti. Elektron kashlyokka o'xshagan platforma. Siz u platformada ishlaydigan bo'lsangiz, hisob raqam ochmasangiz ham bo'ladi. Faqat 1% ga tushishda emas. Bankdan hisob raqam ochmasangiz ham bo'ladi. Siz elektron kashlyogingiz bilan ishlayverasiz. Tushadigan pul o'sha elektron kashlogingizga pul tushadi. O'shani o'zidan xarajat ham qurasiz. O'shandan o'zingiz plastikingizga o'tkazib, undan yechaverasiz. Bankomatdan yechaverasiz. Ya'ni o'zi aynan yakka tartibli tadbirkorlar biznes sohasiga endi kirayotgan odamlar. Endi agar misol uchun bilmadim, mana onlayn savdoda balki haqiqatan shunaqa. Ko'p yildan beri hayotda endi biznes boshlayotganlar ko'p. Asosiy qismi biznesga endi kirayotganlar va ular uchun ham hozir katta biznes vakillari uchun belgilangan shartlar bor edi. Oddiy misol, juda katta bir supermarketga ham borsangiz, hisob raqam ochasan, joying arendasi bo'lsin, yana nima anaqalari bor, misol uchun kassa apparat, onlayn kassa apparat qo'yasan, terminal, loyiha, hamma narsa bor. Endi biznesga kirgan odamga ham shu, gigant korxonaga ham xuddi shunaqa edi. U xarajat. Bu hammasi xarajat va nafaqat xarajat, bu narsalarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun ham malaka kerak, bilim kerak. Shunaqa.
aynan o'zini biznes sohasidagi emas, endi qonunchilik bilan ishlaydigan bilim kerak. Bu juda ko'pchilikni qo'rqityapti. Shunaqa. Odamlar yurishga qo'rqyapti. Hozir bu elektron platformaga o'tkazish bo'lsa, hammani mana telefondagi narsa xolos-da. Xuddi paymiklikda ishlagandek, bo'ldi, men bankka borishim kerak ekan, meni shotimdagi pul bankka ketib qolar ekan degan qo'rquv bor edi. Endi hech qanaqa qo'rquv yo'q. Tushda shuni o'zingiz ko'rib turasiz, koshelogingizda palon so'm bor ekan. Uni o'zingiz plastikingizga oddiy o'tkazasiz, ishlab ketaverasiz. Zo'r. Va aynan o'sha platformada ishlaganlarga 1% deb aytildi. Va bu juda katta qulaylik. Menimcha xudo xolsa Davlat soliq qo'mitasi raisi ham aynan bir revolyutsion bir narsa deb aytib chiqishdi, alohida ixtiromiz qadam deb aytib chiqishdi. Agar yakka tartibdagi tadbirkorlar bunga jiddiy e'tibor beradigan bo'lsa, haqiqatda revolyutsion qadam. Shunaqa. Odam hisob raqam ochib ham o'tirma, kassa apparat ham kerak emas senga. Prosta elektron koshelok och, yatta imom elektron koshelok och ishlaver bo'ldi. Uni oddiy offlayndagi shoxobchalar ham ishlata oladi. Offlayndagi shoxobchalar ham ishlata oladi. Kassa apparat qo'ymasdan telefonning o'zida QR kod orqali urib bersa bo'ladi. Urib bersa bo'ladi. O'shanaqa elektron chek beradi. Va bizda nima? Qo'lidagi pulni bankka topshirish kerak degan majburiyat bo'lardi. Shu bankka topshirish degan majburiyat bilan odamlar qo'rquv bo'ladi. Va men pulim bankka ketib qoladi. Endi bizga kirayotgan odam nimaga bu pulimni topshirishim kerak deydi. O'zi hali o'zim ishlab topgan pulim bu deydi. Shunaqa. Senga ketib qolmayapti. Prosta bankdagi sani hisob raqaming turibdi degan narsa odamlarga hazm qilish qiyin. Vaholanki o'sha narsa mabda tursa, pul bemalol ishlayveradi. Va hozir o'sha programmani ham shunaqangi bir ikkita yana takomillashtirish bo'yicha bir ikkita maslahatlarni qildik, aynan naqd pulning inkassatsiyasi masalasida. Bankka shot ochmagan bo'lsa qanaqa inkassatsiya qiladi? O'sha naqd pulni mana shu o'zi platformasida, koshelogida shunchalik naqd pulli savdo qildim desa bo'ldi, avtomat ketdi inkassatsiyaga uraveradi. Deb pulni topshirib qaytarib oldi bo'ladi. Ha, tushunarli. Oldin nima qilish kerak? Pulni olib borib bankka topshirish kerak edi. Keyin chek yozish kerak edi. Menga pulimni beringlar iltimos deb, keyin borib olish kerak edi. Hozir shu platformani o'zida inkassatsiya qilsa, menimcha savdo puli qildim. 10 million so'm naqd pulga savdo qildim deb bir ursa, pul avtomatik topshirdi, qabul qildi bo'ladi. O'zini qo'lida ishlataver, pожалуйста. Zo'r. Biz hozir men eslolmayman, biz o'sha YTT bo'lib ishlayotgan paytimizda bir paytlar o 2005 mi shunaqada kompyuter xonamiz bo'lardi. Boshqaruv bo'lardi, pulni yig'ib olib borib, qopga solib, anaqa qopga solib, ana o'zi bor yo'g'i ozgina pul bo'lardi. Uni olib borib yonimizdagi bankka topshir, nimadir qil degan boshqaruvlar bo'lardi. Yo'q, unaqa narsalar. U ibtidoiy jamoa payti qolib ketdi o'zi. Mana dinozavrlar paytini aytyapsiz-ku. Ha, 2005-yilda edi. Aytmoqchi bo'lganimiz aynan o'sha platformada ishlash juda ko'pchilik e'tibor berishini haqiqatda bu juda ham bir qulay, komfortli narsa. Hozirgi yoshlar uchun eng zo'r narsa-da. Borib, masalan, hozirgi yoshlar nima bankka yurish kerakmi deydigan bo'lsa, yurish kerak emas, telefoningni o'zida hamma narsa hal qilasan deydigan zo'r platforma yaratildi. Zo'r. O'sha orqali ishlasa 1% to'laydi, endi u yoqqa ketadi. Va o'sha prezidentimiz aytganlaridagi holatlardan 1 milliarddan oshib ketsa NDSga o'tib ketadi degan savol bor. Shu qiziq. NDSga o'tib ketsa nima qiladi? NDSga o'tib ketsa, shu kungacha nima edi? NDSga o'tgandan keyin agar YTT bo'lsa ham umuman yuridik shaxslar uchun belgilangan soliqlarni to'laydi deyilgan. Ya'ni NDSdan tashqari foyda solig'i ham to'laydi. 15%. 15%. Misol uchun 50 ming so'mga olib turib 100 ming so'mga sotadigan bo'lsa, farqi 50 mingdan 15% foyda solig'i to'lash kerak. 12% NDS. NDS to'lab, yana foyda solig'i to'lash kerak. Bunda hop, 50 ming so'mdan 12% 6 ming so'm bo'ladi, 15% 7,5 ming bo'ladi. Umuman olganda, endi hozir ichidan hisoblab chiqarib beradigan bo'lsa, как mutaxassis sifatida undan kamroq summa bo'ladi-yu, aslida lekin chista matematik olsa shunaqa. Uni ham hisoblab ko'ramiz. Ha, uni ham hisoblab ko'ramiz. Mana shu bir 5-10 ming so'm pul to'lash kerak bo'ladi. Va hozir aynan birinchi yengillik tadbirkorlikka kirish uchun yaratilgan yengillik. Mana platformada ishlaring, hisob raqam ochib o'tirma, nima anaqa ham kerak emas. Kassa apparatdan palon so'm turadi, u ham kerak emas. Mana ishlasalaring bo'ldi degan birinchi yengillik. Ikkinchi yengillik NDSga o'tib ketadigan bo'lsang, seni foyda solig'i qo'rqitadigan foyda solig'i ham to'lama. 1 yilgacha NDSga o'tib ketgandan keyin endi 1 yilgacha foyda solig'i to'lashdan ozod qilinadi. Shu yerda bitta savolda, 1 yilgacha deganda, misol 26-yili 1-yanvardan shu joriy qilindi. Men ishlayapman, aytaylik, bir martgacha milliarddan o'tib ketdim. De martdan o'tib ketganimdan keyin 27-yilda martgacha 1 yil hisoblanadimi yoki yilning oxirigacha hisoblanadimi? Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lish uchun guvohnoma beriladi. Misol uchun martda siz 1 milliarddan oshib ketdingiz, sizga o'sha guvohnoma beriladi. Endi arizasini yozsangiz, sizga aytadi 1-apreldan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'ldingiz. Demak, 1-apreldan boshlab счетчик ketadi. Sizga 1 yilgacha
keyingi yil 31 martagacha foyda soliq to'lashdan ozod qilinadi. Zo'r. Buni qulay va yaxshi tomoni keyingi etapga, ya'ni soliq to'lovchi sifatida birinchi eng quyi bosqichda edingiz. Bitta qadam bosib yuqoriroqqa o'tganingizda soliqlar juda katta ekan degan tushuncha bor edi, haqiqatda shunaqa edi va endi oraga yana bitta bosqich pog'ona qo'shildi. Endi siz katta soliqlar to'lovchilik qatoriga kirayotganingizda bittada foyda solig'ini ham to'lab emas, sal adaptatsiya bo'ladi. Endi faqat NDS o'zi ekan. Endi NDS bilan olib, NDS bilan sotsam, undan ham kam, boyga 4% yo'tirsin, 1% dan ham kam soliq chiqishi mumkin. NDS bilan olib, NDS bilan sotsa. Ya'ni endi NDS bilan ishlash malakasiga ko'nikmasi paydo bo'lgandan keyin u 1 yil zo'r muddatda. Undan keyin yana ham kattaroq biznesga o'taman deydigan bo'lsa, to'xta, endi foyda solig'i shu paytgacha necha pul chiqardi degan savol bo'ladi. Va prezident meni nimadan ozod qildi? Palonsumdan ozod qildi. Xo'p. Ertaga boyga aytganimiz 1-apreldan boshlab foyda solig'i to'lashni boshlar ekanman. Undan nima qilaman degan savol bilan o'zi yana keyingi bosqichni o'rganishni boshlaydi. Odamni qo'rqitib qo'ymaydi va bu narsa xudo xolasa tadbirkorlikni kirib kelishga emas, kirishdan boshlab rivojlantirishgacha bir nechta bosqich qilib qo'yildi, bittada og'irlik qilmaslik uchun. Shunaqa qabul qiladigan bo'lsak va nima deydi, men aytmoqchi emasman hozir prezidentimiz aytganlar uchun wow deb bir maqtash emas, haqiqatdan ham bu katta bo'lgan zinani orasini kichkina mayda zinalar qo'yib qo'yildi. Sen sekin-sekin o'tib ola qol degan narsa qo'yib qo'yildi va shunga ijobiy qaraydigan bo'lsak, haqiqatda yursa bo'ladigan narsa. Ya o'zi tegi mana men elektron tijoratda savdo qiladiganlar boshida misol uchun savdoga kiradi, o'rganadi, 100 million so'mgacha bo'lganda qat'iy soliqda o'tiruvdi. Shu ham o'zi og'irlik qilyotdi. Chunki hali kichkinada u. Hani 1 million 400 ming pul to'lash misol uchun Toshkent hududida og'irlik qilyotdi. Hozir tushunishim bo'yicha 26-yildan boshidan boshlab 1% o'tib kiradi. Zo'r bo'ladi. Ya'ni kichkina qadam qilayotganda ham oyiga 5 million savdo qilsa ham 1% ni to'laydi, bor yo'g'i. Bu juda ham zo'r yutuq bo'ladi. Ikkinchisi 1 milliardga chiqqandan keyin boshqaruv boshlanadi. Endi meni do'konim turib, elektron tijoratda, men u biznesimni endi qo'pol qilib aytsa ham ochig'ini aytaman. Что ko'p bizneslar shunaqa qilyapti. Men endi biznesimni olaman-da, Eshmatga sotib yuboraman $10 butun biznesimni bortiqi bilan. U YTT'da ishlab tursin. Chunki menga o'sha NDSda ishlash ko'tarmaydi deb YTT'ni yopdim misolda. U endi yangi YTT ochib turib ishlayapti. O'sha elektron do'kon bunga o'tyapti, mol mulki bilan boshqasi bilanda. Keyin u dalsh olib ketyapti. Bu ham tadbirkorga, ham o'ylab qarasam marketplace'ga ham noqulaychilik tug'diradigan jarayon edi. Mana endi hozir mana shu kuni kecha, hozir biz avgustda 25-yil syomkani qilayotgan bo'lsak, marketplace'da to'xtatib qo'ydi. Bo'ldi dedi, endi YTTni o'zgartirmaymiz, almashtirmaymiz dedi. Ana yaxshi shu paytda o'sha prezident qonuni chiqib turib, endi nima qilaman milliardga o'tganimdan keyin ikkita yo'lim bor. Yo, YTTni dan butun hamma molni chiqarib tashab, noldan yana shu kartochkalarimni tepaga ko'tarib, boshqa qilib, yana shu yo'lni o'tishim kerak. Bunga marketingga juda ko'p xarajat ketadi. Yo, ikkinchi yo'lim bor, NDSga o'tib ketishim kerak. Agar NDSga o'tib ketib qoladigan bo'lsam, raqobatga chidolmayman. U 4% nalog to'layotdi, men NDSda o'sha foyda solig'i bilan juda katta raznica beradi, o'yindan chiqib ketaman. Endi hozir agar 1 yil ichida 12% soliq to'laydigan bo'lsam, unaqada zachotni olib turib, men bemalol raqobat qilsam bo'ladi. Hozir siz bilan hisob topib ko'ramiz. Siz hali qilib berdingiz, efirdan oldin ko'rdim, shu haqiqatan yagona soliqdan ko'ra kamroq soliq chiqar ekan. Hozirgi 4% dan ko'ra kamroq chiqadi. Shunday, hozirgi 4% dan kamroq chiqar ekan. Ya'ni raqobatga chidasa bo'lar ekan-da. Agar NDS bilan ishlasa. Shunaqa. Qonunan boshqaruvi yo'q, uyimda bemalol uxlayman. Shunaqa. Kimdir ishigimni taqillab keladigan bo'lsa ham, borib я честно налогоплательщик. Ha, to'xtaylar deb qo'rqib titrab emas, bemalol mana hammasini olib ko'ringlar deb beraman. Xudo xolisa shunaqa bo'ladi. Xudo xolisa. Bunday narsa o'zi bir boshda chopmoqchi edim. Nimaga biznes qiladiganlarga oldiga yuradigan kadr emas, mutaxassis emas, birinchi turib chopadigan mutaxassis chaqirdingiz deb. Aslida og'riq ko'p ekan o'zi. Og'riq ko'p. Ha, og'riq ko'p ekan. Chunki back office deymiz, ya'ni oldiga qarab ketaveramiz, lekin orqani to'g'riligiga xotirjam bo'lmasak, ya'ni fundamentda baquvvatligiga xotirjam bo'lmasak, qurgan binoyimizni turib berishiga ham ishonch yo'qda, любой payt ag'anaydi. Shunaqa. O'shaning uchun har doim back office sifatida hujjatni to'g'rilab qo'ysak. O'zi Murod aka, mana bizda Qozog'istonda ham ofisimiz bor. O'tda TO deyiladi, товарищество с ограниченной ответственностью.
ya'ni MChJ bizaniki. O'sha yerda 1 yilda 4.700.000 yagona soliqda ishlasa bo'ladi. Ularni baryer balandroq, Ha, katta. baryerini balandroq qilib qo'ygan. Endi hozir balkim o'zgartiramiz, boshqa qilamiz deb aytishyapti, boshqayapti, lekin haqiqatdan 4.700.000 tadbirkor o'sib olgandan keyin, undan keyin daromad solig'ini qo'shib to'lashga alohida ishchi yollaydimi, buxgalter yollaydimi, boshqa qiladimi? Sal quvvati bo'ladi. Bemalolda. Endi 1 million yiliga оборот qilaman degan odamdan keyin уже uni resursi bo'ladi. Ikkinchidan, soliq imtiyozi. Mana bizda ham elektron tijorat savdo qilsangiz 3%, 4% dan 3% qilib berishyapti. Endi misol uchun Chimkentdagi hududda bo'lgani uchun 2% ga tushirib beradi Qozog'istonda. De, eng muhimi bir dona kirim hujjati kerak emas. Tovar olib kelyapsanmi, sotib olsanmi, uni Endi mana og'rig'im bosdingiz. bemalol solig'ingni to'lab qo'y. Ani делай, гуляй смело degandek. Soliq qonunchiligi normalari penalty governmentga aylanib qolgan, ya'ni faqat jarima qilishga asoslangan bo'lib qolgan. Jarima bilan boshqarishga o'tib ketib qolgan. Unaqa qilsang jarima, bunaqa qilsang jarima, bunaqa qilsang jarima, yo'qmasam yana jarima. De boshqacha solishtiradigan bo'lsak, aynan o'sha rivojlangan davlatlarning qonunchiligini oladigan bo'lsak, ularda ikkita chiziq chizib beradi. Mana ikkita chiziq. Shu chiziq chegaradan o'tmagin, mana senga keng yo'l deydi. Mana shu yurgin deydi. Bizani qonunchilikda mana bu chiziq deydi. Shu chiziqdan o'tib ketib qolsang, o'lasan deydi. Farqi bor-da. Shuning uchun aslida shunaqa bo'lish kerakki, mana maqsad nima? Sotuvdan solig'ini olishmi? Demak, qatdan olding bilan nima ishing bor? Qatdan olding bilan nima ishing bor? Главный sifatli narsani olib kelyapti. O'sha olib kelib sotgan narsasiga e'tiroz yo'q. Shikoyat bo'ladigan bo'lsa, o'zi uni alohida huquqini himoya qiladigan idoralar bor. Masalan, iste'molchilik huquqini himoya qilish bo'yicha ombudsman bor va hokazo. Tegishli huquqlarni himoya qiladigan idoralar bor. Sana nima ishing bor? Qatdan oldi. Главный sotib turib solig'ini to'ladimi, yo'qmi? Mana shu narsaga qarashimiz kerak. Tushunasizmi? Va bu narsani hazm qilisha olmayapti negadir. Men soliqchilar demoqchi emasman. Bu narsani umuman qonunchilik ijodkorligida aynan shu narsani hazm qilinmayapti. Soliqchilar bu faqat ijrochi organ soliqchi. Ijrochi organ, vaholanki bu narsa soliq qonunchiligi ijodkorligida bu narsa hazm qilinmayapti. Nimaga desa, foyda solig'ini bekitadi, uni bekitadi, buni bekitadi, mana shunday holatlar. Bunaqa ma'lumotlarimiz uchun bizani ish qilib YouTube'imizni bloklab qo'yishmasa bo'ldi. Bloklanmaydi, nega? Yana qanaqadir savolinglar bo'lsa, o'zi har qanaqa mana marketplace ishlaymiz, algoritmlari bor. YouTube'da ham algoritm shunaqaki, siz agar like bosib turib, uni tanishingizga пересылка qilib yuboradigan bo'lsangiz va undan tashqari qanchalik ko'p kommentariy yozadigan bo'lsangiz, shunchalik YouTube algoritmi bu videoni tepaga ko'taradi va ko'proq odamlarga foydasi tegadi. Siz ham shunga sababchi bo'lasiz. Endi shuncha misol uchun harakat qilib boshqa ma'lumotlarni o'rtadan olish harakati qilyapman. Tim bo'li mavhiy ma'lumotlarni ham ko'p ketyapti. Shunga rozi bo'lasizlar. Ko'proq odamlarga foydasi tegishi uchun harakat qilib qo'yamiz. Bundan tashqari yana pastda kontaktlar boshqa bo'ladi. Utaxga savollar bo'lsa, boshqa bo'lsa, Murod akaning kompaniyalariga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Zo'r, Murod aka. Endi haligi anaqa kelsak, bitta endeks hisoblab ko'rsak. Qanaqa bo'lar ekan? Haqiqatdan nech pul arzonga tushyapti yo qimmat tushyapti? Aytaylik, mana marketplace'da savdo qiladigan aytaylik tadbirkorlar uchun bitta unit, ya'ni tovarni olsak. Bolalarning kiyimini olaylik. Mana bolalarning kiyimini oladigan bo'lsak, 100 ming so'mga misol marketplace'da sotadigan bo'lsam, X bolalarning kiyimini undan 10% komissiya to'lanadi. Agar xuddi shunaqa 100 ming so'mlik men elektrotexnika sotadigan bo'lsam 5% komissiya to'lanadi. Bitta misol bilan olaylik. Mayli, bitta shu bolalarning kiyimini olaylik. Xo'p. Endi bundan tan narxi qancha? Tan narxi aytaylik 50 ming deylik. 50 ming so'mlik tan narxdan oldim bozorda. Bordim, troykani 50 ming so'mga oldim. Bundan tashqari yana bir 10 marta 20 marta mijozga borib kelib boshqa qilib bir marta xarid qiladigan bo'lsa, bundan men misol uchun 8 ming so'm gabaritiga qarab, qayerdadir 6 ming, qayerdadir 8 ming gabaritiga qarab men logistikaga pul to'layman. Logistikaga pul to'layman. Demak, menga bu aylanyapti 8 ming yo'l kirasi 50 ming tan narxi bilan bizga tan narxi 68 mingga aylanyapti. Ustiga qo'ygan natsenkamiz bizda 32 ming bo'lib chiqyapti. Natsenka. Xo'p. Shunda hozir men yagona soliq to'laydigan bo'lsam,
Aylanmadan olinadi. aylanmadan 3% to'laydigan bo'lsam, demak, menda 3000 soliq chiqib kelyapti. Agar endi ko'pchilik 3000 ga o'tkazmaydi, 4000 soliq chiqib kelyapti hozirgi kunda. Endi yangi anaqaga 26-yil o'tganimizdan keyin 1000 so'm soliq bo'ladi. Deyarli soliq yo'q degani bu. Endi eski o'tadigan bo'lsak, hisob-kitobimiz qanaqa bo'ladi? Qarang sizga. Bu misolni ikkita yo'nalishda hisoblaymiz. Birinchisi mahsulot, o'sha 50 ming so'mlik mahsulot qo'shimcha qiymat solig'i bilan oldingizga hisoblaymiz. Qo'shimcha qiymat solig'i siz oldiga hisoblaymiz. Shunga qarab chiqadi. Endi birinchi masala shu 1% lik o'tdi deb hisoblaydigan bo'lsak, haqiqatda mana 68 ming so'm xarajatimiz bor, plus 32 ming qo'shadigan bo'lib turib 100 mingga sotdik deydigan bo'lsak, 1000 so'm solig'imiz chiqadi, 31 ming so'm qo'limizda qoldi. Shunaqa bo'ldi. Endi qo'shimcha qiymat solig'i bilan ishlashda qanaqa hisoblanadi? Birinchi navbatda qo'shimcha qiymat solig'i bilan kirim qilingan tovarlaringiz hammasi uchota olinadi. Bu yerda hozir tovar va xizmatlar. Sizning holatingizda 10%, 18%ingiz hammasi qo'shimcha qiymat solig'i bilan keladi. Ya'ni o'zi komissiyasiga qo'shimcha qiymat solig'i bilan beradi. 18 ming. Logistikasiga qo'shimcha qiymat solig'i bilan beradi. 18 mingning ichida qancha qo'shimcha qiymat solig'i bor degan narsa, uni hisoblash yo'li 18 mingni 12 ga ko'paytirib 112 ga bo'lsangiz, ichida necha pul qo'shimcha qiymat solig'i borligi chiqadi. 12 ga ko'paytirib 112 ga. Marketplace o'zini nakladnoyda buni ko'rsatib beradi. To'g'rimi? Ha, sizga ko'rsatadi buni. Xo'p, demak, 18 mingni necha pul dedingiz? 12 ga ko'paytirib 112 ga bo'ling. 12 ga ko'paytiramiz, bo'lamiz 112 ga. Xo'p, 1928. 1930 deng, akroblarni olamiz. 1930 so'm. 6070 tovari narxiga aylanadi. Endi qarang, siz 100 minglik mahsulotingizni ichida 50 ming so'mlik narsani ham NDS bilan olganmisiz yo'qmi? Birinchisi NDS bilan hisoblaylik. 50 mingning ichida NDS bilan oladigan bo'lsangiz 5400 5300 5300 NDS bo'ladi. Agar men to'g'ridan to'g'ri o'zimga import qiladigan bo'lsam, u hammasi NDS kirib ketib qoladi. Ha. Chunki bojxonada NDS to'lagan bo'ladi. Endi 50 minglik narsani ichida 5300 NDS bo'ladi. 5350 NDS bo'ladi. Demak, tovarning o'zining narxi 44650 bo'ladi. Ya'ni данный moment sizda 68 ming so'mlik xarajatingizni 6000, 7000 hisoblaydi. 7280 so'm ichida NDS bor bo'ladi. 7280 ichida NDS bor bo'ladi. Uni farqini oladigan bo'lsangiz 60720 qoladi. Mana 68 minglik tovaringizni ichida 7280 NDS bor. Endi buni 100 mingga sotiladigan bo'lsa, 100 mingga sotganingizda uni ham ichidagi NDS boyagi usul bilan hisoblaymiz. 12 ming emas. 12 ko'paytirib 112 ga bo'lamiz. Hop. 100 mingni ko'paytiramiz 12 ga, bo'lamiz 121. 112 ga. Ha. 100 mingni ko'paytiramiz 10700 chiqadi. Bo'lamiz 112 ga. Hop, 10714 ha. 1789300 bo'ladi. Endi NDS qanaqa hisoblanadi? Endi bu gal keyingi mana kelayotgan yildan boshlab qo'shimcha qiymat solig'iga o'tib ketib qolsa, mana 100 minglik savdodan 10700 NDS hisoblanadi. Undan to'langan hamma NDS ayirasiz. Endi 10700 dan 7280 ni ayiring. 7280. 3430. 3430 so'm. Mana sizni hamma solig'ingiz shu bo'ladi. 1 yilgacha. 1 yilgacha. Ya'ni sizda foyda solig'i 0 bo'lganini hisobiga hozir 1 yilgacha siz 3430, ya'ni 4% soliq to'laysiz. Hozir 4% soliq to'layotganlar 12% NDS ga o'tadigan bo'lsa agar, bu undan ham kamroq soliq to'laydi degani. Shunaqa. Demak, 100 minglik tovarni men detskini 10% komissiyasi bilan to'lasam, shunda 3-4% solig'im chiqyapti. Agar men tovarimni NDS bilan, ya'ni kirim hujjati bilan sotib olgan bo'lsam. Endi ikkinchi variantimiz kirim hujjatsiz sotib oldim. Ikkinchi variant. Bozordan sotib oldingiz bo'lganda ham sizga marketplace boyagi 18 mingga shot faktura beradi. Ya'ni 1930 chiqqan edi bizda. 18 minglik. Endi 100 ming savdoyingizdan 10700 NDS chiqadi. Undan 1900, endi 7000 anaqa emas, boyagi tovar bilan hisoblaganimizda 7280 emas. 1930 o'zini ayirasiz. 1930 ayiradigan bo'lsak, 8780. 8780. Bu degani 8
7%, 8% bu NDS chiqadi. Ha. Agar bez NDS bozordan olib, o'zimga boya aytganimizdek, приходный order qilib turib, ya'ni kirim hujjatini qilib turib, uni sotib yuboradigan bo'lsam, bozordan olgan narsamga NDS yo'q. U holatda bizda faqat marketplace bergan shot fakturasini NDS zachotga olamiz, minusga olinadi va 12% deganimizda 100 mingdan 12 ming so'm to'lanmaydi. Shunda ham 100 ming so'mdan 8780, 8800 so'm to'lanadi. Bunaqada agar biz bozordan sotib olgan tovarimizni kategoriyaga qarab turib komissiyasi har xilda marketplace'da. Misol uchun bolalar kiyimi bo'lsa 10%, agar kattalarning kiyimi bo'lsa yo aksessuari bo'lsa, misol 25% da. Agar 25% bo'ladigan bo'lsa, demak biz bu yerda soliq kamroq to'lagan bo'lib chiqadi. Kamroq ketaveradi. Misol uchun eng oddiy hisoblash yo'li marketplace sizga necha pulga shot faktura beradi. Misol uchun marketplace komissiyasi necha foiz? 25 ming qo'shamiz 8 ming. Buni ko'paytiramiz 12 ga, bo'lamiz 112 ga. To'g'rimi? Shunda 3535 chiqadi. Uni boyiga 10700 dan 3535 chiqsa, ayiramiz 10700 ayiring. 10700. Shunda biza 702 soliq to'lagan bo'lib chiqadi. 7200 so'm. Zo'r. Bu yerda inobatga olish kerak. Qo'shilgan qiymat solig'i siz olayotgan narsa faqat tovar. Qolgan marketplace sizga qo'shilgan qiymat solig'i beryapti. Marketplace sizga berayotgan shot fakturadagi qo'shilgan qiymat solig'i siz sotganingizda to'lanishi kerak bo'lgandan ayriladi. Davlatdan hali ustiga to'laver degan narsa yo'q. Ayriladi. U to'ladi-ku, sen to'lashing shart emas. To'lanmagan qismiga to'laysiz. Xuddi shunaqa agar tovar qo'shilgan qiymat solig'i bilan sotib olsangiz sizga vyigidno. Zo'r, bu yerda ham uni men hisob kitobini aytib qo'yaman, bolalimdan qilib, hali soddaroq mana ko'rinish chiqarib berishadi. Normalniy. Men hozir ko'rib turibman. Kiyim sohasida ham, ya'ni 25%, 30% komissiya to'laganini ham normalniy to'lasa bo'lar ekan. Undan tashqari bitovoy texnika sotadiganlarda aksariyat hamma 90% moli kirim hujjati bilan bo'ladi. Keyin bitovoy texnikani tannarxi katta, marjasi kichkina bo'ladi. Shu 100 ming so'm protsent juda ham kam bo'ladi. Shunaqa 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, ularda tovarning tannarxini o'zi 75 ming bo'lishi mumkin. 5% misol uchun komissiya to'laydi marketplace-ga. Unda solig'i vobshe kam bo'lib chiqadi. Agar 75 ming so'mlik narsani 100 ming so'mga sotdi bo'lsa, uning ichidan 18 ming so'm ayirib tashlagan deydigan bo'lsangiz, farq 8 ming so'm qolyapti. 8 mingning ichidagi qo'shilgan qiymat solig'i necha pul bo'ladi? O'shani hisoblaysiz bo'ldi. Menimcha 1000 so'm ham chiqmaydi-da. Shunaqa. 1000 so'm soliq to'laydi bo'ldi. 100 mingdan 1000 so'm soliq to'laydi. Bu boyagi 1% ga o'tgan bilan bir xil. 100 ming so'mdan 1%, 1 so'm to'ladingiz, 1000 so'm to'ladingizmi? 100 ming so'mdan 12% 1000 so'm to'ladingizmi? Demak, stavkadan qo'rqish kerak emas. Shunaqa. Matematika oxirida natija nima chiqaradi? Bunga o'rganib olganimizdan keyin bozordagi boshqa raqobatchilar ham ko'p shunga o'tib olgan bo'ladi va demak o'zi sekin-sekin daromad solig'iga ham o'tsa bo'ladigan bo'ladi. Boshqacha aytaman, bunga tezroq o'tib olgan odam raqobatchilardan oldinroq yuradi. Shunaqa. Tezroq o'tib olgan odam qo'rqmasdan faqat kengaytirishga qaraydi, bo'ldi. Hozir men bu yerda mana tadbirkor sifatida nima ko'ryapman-da? Biza ochig'i YTTga o'zimiz import qilishga qo'rqardik. Nimaga? NDSga o'tib ketib qoladi. Hozir men o'ylab turibman, bitta texnika bo'ladi, nima tovar bo'ladi, o'zim to'g'ridan-to'g'ri YTTga import qiladigan bo'lsam, unga o'sha har bittasi kirim hujjati bo'ladi, zachot bo'ladi, boshqa bo'ladi. Oppoqqina ishlayman, hech qanaqa qonun buzilishlar boshqalar bo'lmaydi. To'laydigan solig'im ham oddiy hozirgi 4% solig'iga qaraganda kamroq bo'ladi. 4% dan 4 ming to'laysiz, 30 ming so'm to'laysiz. Ozgina kalkulyator, qog'oz, siz oldingizda bor maslahat qilib olsam, yechim bo'lib ketar ekan. Buni boshqacha qilamiz. Nima deydi? Bu qonunli xudo xohlasa amalga kirib olganda, auditoriyangiz bir yig'ib bersangiz, men shundoq prosta o'zim bonusiga odamlarga borib bittalab 5% likda, 10% lik, 25% likgacha bo'lgan mexanizmda qanaqa hisoblanishini bunday formulasini chiqarib beraman. Prosta o'zingizga sparkar qilib olishadi bo'ldi. Kerak bo'lsa Excelda qilib beraman formulani. Kerakli joyga tovarning narxini qo'yib chiqishsa, solig'i chiqadigan qilib qo'yib beraman. Shunda takki. Joyida mixlab olamiz. Keyingi seminarimiz Murod akaniki. Zo'r. Shunaqa tomonlari bor. Yana masala qolib ketdi. Yana bitta dolzarb savollardan mana men bitta ko'rsatilgan edi. Biza NDSga o'tadigan bo'lsak, MCJda mana bitta hozir savolimiz bor. Xo'p. NDSga o'tadigan bo'lsak, MCJlarda guvohnomasini olish uchun birinchi ijara shartnomasini qilishimiz kerak. Undan tashqari
omborxonamiz bo'lishi kerak va hokazo. Mana bizda misol firmalarimizniki shunaqa. Lekin hozir mana YTTlarni NDSga o'tkazish kerak bo'lganda xuddi shunaqa inspektorlar mana shu ishlarni qilishi kerak deyapti. Lekin biza uyda registratsiya qilingan aksariyat YTTlar, undan tashqari hech qanaqa savdo shoxobchamiz yo'q, bizani kassa apparatimiz yo'q va hokazo. Elektron tijoratda savdo qiladigan bo'lsak deb aytsak, farqi yo'q bizga. Qonun hammaga bir mashina qilib kelinglar deyapti. Shu o'zi to'g'rimi? Mantiqqa to'g'ri kelmaydi bunday olib qarasangiz. Mantiq left O'zbekiston-ku. Juda ko'p joyda buni bemalol aytaman. O'rtoqlar, sizlar biznes qilib ko'rmasdan turib qonun chiqaryapsizlar. Sal ehtiyot bo'laylik. Bu aks ta'sir qilib qoladi. Aslida misol uchun odam qilolmayapti degani qilmayapti degani emas. Xohlamayotganlar bor, to'lagisi kelmayotganlar u boshqa narsa, lekin to'lamoqchi lekin uni qilib bo'lmayapti, qilolmayapti deydigan holat bor. Ya'ni qonunni hamma ham qonun chiqaruvchi hazm qilgandek tushunmaydi ijro qiladigan odam. O'shanga qo'shimcha qiymat solig'iga o'tish masalasida 2023-yilda prezidentimiz tomonidan ham imminni tadbirkorlar bilan bo'lgan uchrashuvda aytilgan edi. 300-sonli qaror bilan chiqdi, adashmasam, agar nomerda adashgan bo'lsam uzr. Qo'shimcha qiymat solig'i to'lash majburiy bo'lgan soliq to'lovchilar uchun avtomat ravishda guvohnoma beriladi deyilgan. Ya'ni 1 milliarddan oshdimi, anaqadan shaxsiy kabinetdan zaявление bersak, avtomat ravishda bizga guvohnoma beradi. Joying bormi, choying bormi degan narsani so'rab o'tirmaydi. MCJ YTT farqi yo'q, avtomat beradi. O'shanisiga e'tibor berishimiz kerak. Endi keyingi holat qonunda shunaqa. Amalda ham shunaqa. Amalda lekin to'qnash kelinyapti, soliq inspektor aytayaptiki, yo'q deyapti, menga birinchi olib kelgin deyapti-da. Biz o'zimiz ham shunga to'qnash keldik. Agar 1 milliarddan oshib ketib siz avtomat qo'shimcha qiymat solig'iga o'tib ketadigan darajada bo'lsangiz va sizga avtomat guvohnoma bermasa, agar shu narsani inkor qiladigan odam prezident qarorini men tan olmayman, men o'zim xohlaganimcha ishlayman degan bo'ladi. Shunaqa holat bo'lsa, bo'lsa, meni amaliyotimda lekin hammasi avtomat beryapti. Ya'ni zaifga berasiz, avtomat beradi. Mana shuni yechimini ham berib ketishingiz kerak. Shunaqa holat bo'lib qolsa, Noboda bemalol chiqib o'sha soliq o'sha rayon tuman bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, soliq idorasining rahbariga chiqib turib, mana shu masalam yechilmayapti shunaqa deb murojaat qilsak bo'lar ekan. Birinchidan o'sha rahbarining o'ziga murojaat qilishsin. Juda bo'lmasa soliq organining ishonch telefonlari bor. Shu to'g'ridan to'g'ri o'sha idoraning yuqori turuvchisiga murojaat qilinadi. Shikoyatlar обязательно ko'rib chiqiladi. Siz qo'shimcha qiymat solig'iga o'tib ketadigan paytingizda majburiy tarzda o'tildimi, sizga avtomat beriladi. Endi avtomat berilishi qanaqa? Siz ariza bersangiz, avtomat berib yuboradi. Oldin ariza bersangiz, o'rganib chiqishingiz kerak. Joying bormi, noning bormi, choying bormi deb o'rganib chiqish kerak edi va bu avtomat berilishi alohida qaror, prezident qarori bilan biriktirilgan. Shuning uchun bu holatda so'rayotgan odam noto'g'ri qilayotgan bo'ladi va bu holatdan qo'rqish kerak emas. YTT qilasizmi yoki MCJ qilasizmi, siz agar onlayn ishlayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni onlaynga o'tkazib qo'ying. Sklading bor deyishga, bormi deb so'rashga hech kimning haqqi yo'q. Siz chunki tovaringizni olganingizdan keyin o'sha elektron platforma orqali berib qo'ysangiz, Uzumga yoki Valbersga ham kimgadir olib borib topshiradigan bo'lsangiz, tovar sizdan chiqib ketdi bo'ladi. Faqat bu yerda uchetni to'g'ri qilish kerak. Endi MCJ bo'lgandan keyin buxgalteriyasini to'g'ri yuritish kerak. Mani tovarim bor, lekin menda emas degan shotlari bor-da, zabalans shotlarga o'tkazib qo'yiladi. Mani tovarim bor, menda turmayapti u narsa, men berib qo'yganman. Falon joyda turibdi. Lekin u narsa sizniki uchun любой payt qaytarib beradi. Bu MCJ bo'lsa, YTT bo'lsa-chi? YTT bo'lsa ham men uyimda qilishimga haqqim yo'q. YTT oilaviy tadbirkor deb ochsin, uyda qilishga haqqi bor. MCJ dan ko'ra oilaviy korxona deb ochsin, firma qiladigan bo'lsa, uyda qilishga haqqi bor. Xo'p. Oilaviy tadbirkor, oilaviy korxona baribir uyda qiladigan bo'lsa, oilaviy degan narsa qonun позволяет. Tushundim. MCJ emas, oilaviy korxona desin, status bir xil qolgan hamma narsasi. Oilaviy korxona degan uyni qur. Hozir menimcha oxirgi paytda oilaviy korxona ochishga bir cheklov yo'qmi? Yo'q. Shunaqa degandek berishdi. Menda bor-da o'zimda. O'sha fabrikamiz Ideal Textile produkt degan oilaviy korxonamiz bor. Haqiqatan uyda, nimaga uyda ochilganki, uyimizni bir paytda sex qilganmiz, misolda. O'shaning uchun uyda ochilgan. Status hammasi bir xil. O'shaning uchun MCJ emas, oilaviy korxona, YTT emas, oilaviy tadbirkor desa, pazas uyda qilsa hech kim hech narsa demaydi. Va bu holatda ham agar guvohnoma bermaydigan bo'lsa, unda sporlashsa bo'ladi. Guvohnomani ham qachon 1 milliarddan oshgandan keyin olaman desa, hozir 1% ga tushdi. Misol uchun 1% ga tushgan odam endi o'taman добровольно deyish qiyin bo'lsa kerak menimcha. 1 milliarddan oshib ketgandan keyin ham o'sha guvohnoma olaman deydigan bo'lsa, oshgandan keyin arizasini bersa, avtomat beradi guvohnomani. Marhamat ishlayversin.
unga cheklov yo'q. Tushunarli. Endi YTT yagona soliqda ishlayotgan paytda buxgalteriya hisobotini topshirish shartmi? Yakka tartibga tadbirkor aylanmadan olinadigan soliq to'lovchiga o'tgandan keyin hisobotlarni kim topshiradi deganda aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar hisobot topshirish majburiyati bor. Yakka tartibga tadbirkor aylanmaga o'tgandan keyin, ya'ni o'sha 4% limit hozir 1% ga o'tgandan keyin u kirim chiqimi to'g'risida hisobotini topshirish kerak. Misol uchun 1% bo'lsa ham 200 milliondan 1%mi, 800 milliondan 1%mi degan narsani hisobotini topshirib qo'yish kerak-da. Men 800 million qildim, turib mana 1 million so'm to'ladim desa, noto'g'riligini ko'rinish kerak. O'shaning uchun hisobot topshirish majburiyati bor. Afsuski juda ko'pchilik bunga e'tibor bermayapti va shuni ketidan ham bu ko'pchiligi jarimaga jarimaga keladi. O'shaning uchun hisobot topshirish bor, uni har oy hisobotini topshirish kerak va YTTniki juda ham oddiy, bittagina blanka sifatida ko'rinadigan narsa. Uni o'sha soliq idorasiga borsa, o'sha yerda o'zida ham xizmat qilib beradiganlar bor. 200 mingga, 500 mingga. Soliq, anaqalar bor-ku, markaz, maslahat markazi. Soliq organining o'zining maslahat markazlari ham bor. O'sha bilan pulli xizmat-ku. Agar yo'q o'zim qila olmayman, buxgalterga borsam, misol uchun 1 million, 2 million, 3 million dollar desa, o'ta juda ham arzon, 100 ming, 200 mingga. Shu 200 ming, 500 mingga hal qilib beradigan narsa. 200 minglarga yordam berishyapti, bir dona blankni to'ldirib berishyapti. Faqat kvartalda bir topshiriladi. Faqat ularga ma'lumotni to'g'ri berish kerak. Shuncha prihodim bor, mana men hujjatlarni olib berish kerak, mana prihodimga men hujjatni qo'y deyish kerak. Yo'qmasam ular ham ko'rsatib bera olmay qoladi. Shuning uchun prihod hali aytganimizdagi o'zini anaqasi bilan, akt priyom sdachasi bilan ko'rsatib beradi. Qilsin. Agar cheki bilan olgan bo'lsa yana ham yaxshi. Chek yo'q bo'lsa, men o'zimni shaxsiy pulimga sotib olgan narsamni tadbirkorlik faoliyatida sotmoqchiman. Ko'ynagimni sotib olmoqchi bo'lsam, qayerdan chek olaman? Shunaqa, o'zingizniki. O'zim mulkim-ku. Prosta sotib olgim kelib qoldi. Shunaqa. Demak, QR kodli chek bo'lsa, u demak undan ham yaxshiroq bo'ladi. QR kodli chek yana ham ishonchliroq bo'ladi. Shunaqa. Lekin u ham hujjat, bu ham hujjat. Hali hech kim inkor qilmagan. Inkor qiladigan odam unaqa emasligini isbotlamaguncha siz haq bo'lib turaverasiz. Faqat e'tibor beringlar, QR kodli chekda ayni o'sha tovarlar ro'yxati yozilgan bo'lishi kerak. Yo'qmasa Coca-Cola deb yozib beradi yoki Buxanka deb yozib beradi. Xo'p, unaqa holat bo'lgan. Aytuvdim, bir mushukka bir do'konga kirdik, ko'chada mushuk mushuk yuribdi, qarasak ko'rim bor ekan. 200 gram, 300 gram ko'rim hisob bersak, 26 ming so'm bo'lgan. 26 ming so'mlik ko'rimni chek chiqarib berdi. Chekini qarasam, balzam для волос deb yozyapti. 1 so'mdan 26 ming dona deb yozib berganda. 26 ming so'mlik ko'rim beryapmiz, chek shunaqa yozgan. Shunga chekdagi xatolar hali u bo'yicha alohida javobgarlik bor ularning o'ziga. Juda ko'pchilik bu narsaga ham qaramayapti. E'tibor bermaydi. E'tibor bermayapti. Vaholanki bu narsalar soliq organida onlayn kassa apparati bular hammasi onlayn bo'lgandan keyin soliq organida hammasi ko'rinib turibdi. Nech pulga nechta narsa nech puldan sotdi degan narsa ko'rinib turibdi. Bu bo'yicha alohida javob berishadi. Siz aytganingizdek, cheki bilan stakan oldim deganda bunda qarab qo'ysin, kola deb yozib qo'yganmi yo'qmi? O'shanisiga e'tibor berib qo'yish kerak. Murod aka, yana bitta dolzarb savol, mana shu kuni kecha bo'lib turgan narsa. Soliq idoradan xabarnoma kelyapti. Agar siz bir oyda aytaylik 80 milliondan ko'proq, ya'ni 90-100 million savdo qilib qo'ygan bo'lsangiz, demak, bir yilda siz 1 milliarddan ko'p tak savdo qilar ekansiz. Hozirdan NDSga o'tib keting deyapti. Chunki 1 milliardni 12 ga bo'ladigan bo'lsangiz, sizda 83 milliondan to'g'ri kelyapti deyapti. Buni qayerda qonunda shunaqa narsa yozilgan deydigan bo'lsa, yo'q, mantiqiy hisoblab ko'rish shunaqa bo'lyapti-yu deb majbur qilishyapti NDSga o'tib ketishga. Shu to'g'rimi? Yozma xat bormi bunga bu bo'yicha? Soliq inspektorlari? Tushundim. Yozma murojaat qilmaydi. Har holda bizda ikkita YTT'imizda shunaqa bo'ldi va bundan tashqari juda ham ko'p bizani hamkorlarimiz, o'quvchilarimiz, boshqalar bizga murojaat qiladi. Mana shunaqa bo'lyapti, nima deydi? To есть fakt bor. Fakt bor. Shu mana podkast doirasida Toshkentda podkast doirasida alohida soliqchilar ko'radigan bo'lsa, alohida murojaat qilib qolaman. Hurmatli soliqchilar, tadbirkorlarni aldamanglar. Yolg'on gapirmanglar, aldamanglar va ularni qiynamanglar. Yolg'on bu narsa. Yo'q bunaqa narsa. Hozirdan o'tib olgin degan narsa yolg'on narsa. Hozirdan o'tib olgin degan narsa prosta zulm. Xo'p. Agar unga ko'tarmayotgan bo'lsa, hozirdan o'tib olgin deyish zulm. To'g'ri, qonunchilikda bor. Hozir endi kartani to'liq ochib beraman, xafa bo'lishmasin. Hali qonun ijodkorlari ham, chunki bu qonunchilikning o'zida ham xato yozilgan norma. Deylik,
1 milliarddan oshib ketsa qo'shilgan qiymat solig'iga o'tadi. Shunaqa. Yil o'rtasida tashkil etilgan korxona yoki tadbirkor nima bo'ladi? Misol uchun sentyabr oyida ochildi. Sentyabr oyida ochilgan tadbirkor qonunchilik amalda boshqacha, yozilgani boshqacha. Endi amaldagi holatni aytaman. Amaldagi holat o'sha boyagi soliqchilar aytganidek sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 4 oyda ishlagan faoliyatingizni, qilgan oborotingiz agar uni 1 yillik koeffitsiyentga hisoblaganida 1 milliarddan oshib ketadigan bo'lsa, misol uchun 4 oy 100 milliondan qildingiz. 400 million. 400 million bo'ldi. 400 millionni 1 yilga ko'paytirsangiz qancha bo'lardi? To есть 4 oyga 100 milliondan 1 milliard 200 million. 1 yilga obratni hisoblaganingizda, buni hisoblash mexanizmi qanaqa? Kunlar soniga bo'lasizda 400 millionni 120 kunga bo'lasizda 360 ga ko'paytirsangiz 1 milliard 200 ga chiqib ketadi. Shunaqa. O'shanaqa hisoblaganingizda 1 milliard 200 bo'lib ketadigan bo'lsa, siz yanvardan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tib ketadi. Yangi yilda. Hatto siz 1 milliardga chiqmadingiz bu yilda, 2025-yil 400 million bo'lib qoldi. Sentyabrda ochildingiz 400 million bo'lib qoldi. Shunda ham siz yangi yildan 1 milliarddan oshdi degan koeffitsiyent bilan NDS to'lovchiga o'tasiz. Demak, sarhisob 31-dekabrda bo'ladigan narsa. 31-dekabr bilan. Agar ungacha 1 milliarddan oshib ketadigan bo'lsa, ya'ni sentyabrda ochdingiz, noyabrda 1 milliarddan oshib ketdi, bo'ldi, dekabrdan NDSga o'tib ketaverasiz. Lekin sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 700 million qildingiz. 700 millionni 4 oyga bo'ltirib 12 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 1 milliarddan oshib ketadi deydi-da, keyingi yildan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tasiz deydi. Bu amaliyot. Va qonunda noto'g'ri o'qilishi bor. Qonunda yozib qo'ygan, buni g'irt teskarisini yozib qo'ygan. Ya'ni ishlagan kunlari soni, masalan, 4 oy 120 kun deb olsak, Hop. 120 kunda 400 million bo'lgan bo'lsa, 400 millionni 360 ga bo'lasan deydi. Keyin 120 ga ko'paytirasan deb qo'ygan. 400 millionni 360 ga bo'lib 120 ga ko'paytirsangiz hech qachon 1 milliardga yetib bormaydi. Va qonundagi xato shu yerda. Qonun normasida formula teskari yozib qo'yilgan. Amalda teskari qilinyapti. Va bu bo'yicha hozir biz ko'pchilik tadbirkorlar ham murojaat qilganda, mana bu normani ko'pchilik bilmaydi ham, nima 400 million bo'ldi deydi, keyingi yildan yana anaqada o'tiraveradi. Yedin nalogda aylanmada o'tiraveradi, bemalol keyingi yil ham 1 milliard qildi, keyingi yil ham yana 1 milliardga yetmishab turdi, 2-3 yildan keyin nalog bitta ko'taryapti-da, sen o 400 million qilgan yiling o'tib ketgan eding. Deb 2 yillik faoliyatini hammasini qo'shib NDS kurib 400-500 millionlab NDS chiqarib berishyapti. Va ko'pchilik yutqizdi va hozirgi kunda biz imini bu narsani sudga berdik. Qonunda formula boshqacha yozilgan. Formula 400 millionni 360 ga bo'lib turib 120 ga ko'paytirsang 1 milliarddan oshsa deyilgan. U hech qachon oshmaydi degan narsa bilan xudo xolisa tadbirkorlik subyekti foydasiga hal qilindi. Qonundagi narsa amaldagi holatga to'g'ri kelmayapti. Bu narsani o'sha 83 milliondan to'g'ri keladi. 1 milliardni 12 ga bo'lib olsangiz, oyiga o'rtacha 83 million so'mdan to'g'ri keladi. Bu degani 83 million so'mdan oshgan degani emas. Rashyot shundan olib chiqish kerak. 4 oyga 83 milliondan hisoblaydigan bo'lsangiz 240-232 million bo'ladi. Demak, bir oy men 10 million savdo qilib, ikkinchi oy misol uchun 110 million savdo qiladigan bo'lsam, buni qo'shib baribir o'sha 1 yillik hisobini chiqarsam bo'ldi ekan. Yil hisobida 1 milliarddan oshmasa bo'ldi. O'sha 1 milliarddan oshadigan bo'lsa, keyingi yildan siz NDSga o'tishingiz kerak. Hozirdan emas. Endi shunaqa zo'r qonun shunaqa. Agar hozirdan o'tganlar, men o'zim profilim kirib, falonchi inspektor desam, men kerak bo'lsa shuni so'ramoqchi edim. Yuqori turuvchisiga iltimos qilib bo'lsa ham o'sha odamga chora ko'rish so'ragan bo'laman. Eshitdinglar, mana hozir kommentariyada yozib qo'ysanglar, navoda kimdir shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, Murod aka to'g'ridan to'g'ri yozing. Chunki bu yolg'on, chunki bu soliq siyosatini aholiga, tadbirkorlarga noto'g'ri ko'rsatish. Agar shunaqa holat bo'lsa, men bu faktni tasdiqlay olmayman. Mabodo shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu yolg'on. Mabodo bunaqa harakatlar bo'ladigan bo'lsa, soliq siyosatini noto'g'ri ko'rsatish hisoblanadi. Bu narsaga hattoki menimcha soliq qo'mitasi, ya'ni rahbariyati o'zi ham bu narsaga qarshi. Va shunaqa faktlarni bersa, men ulardan iltimos qilsa, shaxsan iltimos ham qilib chiqaman. Ishinglar bitmayotgan bo'lsa, qayerdan najot topadigan bo'lsa, Utaxga yozib turib, misol uchun, mana shunaqa masalani hal qilib beringlar deb qilsanglar bo'ladi va bular maslahat bilan yordam berishadi, xudo xolasa. Harakat qilamiz. Harakat qilishadi. Shunaqa. Gap yo'q. Murod aka, to'g'risini aytaman, savollar juda ham ko'p. Shu ishlagan saringiz boshqa qilganingiz soliq bo'yicha savollar juda ko'p bo'lib, hammasini hozir bitta podkastga yechishimiz juda ham qiyin. Lekin hozir o'zida men o'ylashimcha, mana shu bizning auditoriya, elektron tijoratda savdo qiladigan auditoriyani bir 90% ni masalasi yechildi. O'zimiz. Unaqa bo'lsa xursand bo'lamiz. Shunaqa.
Rahmat kattakon. Yana bitta narsani aytib o'taman. Murod akamlardan sovg'a bor. Buni boshida o'zi aytishingiz kerak edi. Kim agar eng yaxshi 5 ta savolni beradigan bo'lsa, Murod akamlar o'zlarining yo'llaridan qancha dedingiz? 1 million. 1 millionlik voucher beradilar. Bularni konsultatsiyalarini, ya'ni konsalting xizmatligini olishda, Utaxda o'sha buxgalter xizmatlari, boshqalari bo'yicha o'shani 1 millionlik voucher beradilar. 5 ta eng yaxshi savol berganligi uni o'zlari bilib Ozgina to'ldirib o'taman. Hop. Buxgalterlik xizmati emas, buxgalterlarning malaka oshirish kurslarimiz bor. Shu. То есть bizda hozir bir nechta xizmatimiz bor. Soliq auditi o'tkazilinadi, налоговый spor bo'lib qolsa, boyidagi huquqini himoya qilishda abonentskiy to'lovlar keyin mana shu soatbay o'tirib bir maslahatimiz bor va eng katta hozir maksimal yordam beramiz deyotganimiz buxgalterlarning malakasini oshirish, aynan soliq yo'nalishi bo'yicha malakasini oshirish kurslarimiz bor. Eng yaxshi 5 ta savol egasiga mana shu xohlagan xizmatiga shu voucherni qo'llab turib foydalansa bo'ladi, xizmatdamiz. Rahmat. Shuncha maslahatdan tashqari yana 5 millionlik qiymat beryapti. Bitta zo'r taklif bor. Hop. Agar yo'q demasangiz, endi hali podkast tugatib qo'ymasdan. Kimda qanaqa bo'l bo'lsa, mana shu kommentariylarda o'qishsinda, o'zi savollarni yuqoriroqga chiqib faqat o'qishsin, bitta savollar qayta-qayta bo'lmasin. Maksimalni kimda nima bo'l bor, aynan soliqqa taalluqlimi, buxgalteriyaga taalluqlimi, hamma savollarni berishsin. Yigitlar uni bir gruppirovka qilishsinda, misol uchun 10 ta gruppa bo'ladi, 20 ta gruppa alohida yig'ishsinda, bitta onlayn uchrashuv qilib, men o'tirib xizmatda bo'lib beraman o'zim. Ya rahmat kattakon. Bo'ladi? Rahmat. Foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Rahmat. Shu qiymatni tonnalab vagonlar bilan berasiz-da. Rahmat. Murod aka, vaqtingizni ajratganingizga, shunchalik maslahatlaringizni ayamasdan berganingizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa yana bunaqa podkastlarimizda endi bu yog'iga varog'imiz, savollarimiz ko'payaveradi. Yana chaqiraveramiz. Sizlarga ham rahmat, ishingizga omad. Xalq manfaatida va mana shu aholimizni tadbirkorlikka undab qilayotgan harakatlaringizni Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin.